chiroyli shior bor edi. Lekin u shior sifatidagina chiroyli edi. Bizdan obod, ozod vatan qolsin kelajak avlodga. Qanaqa vatan qoldigani ma'lum bo'ldi-ku keyin. Ozod, obod vatan qolmadi-yu. O'zim eshitganim 50 ming dollar edi. Tuman hokimi bo'lish uchun yuqoriga 50 ming dollar berish kerak. Yuqori endi tushunarli, balki viloyatdan aqi ketadi, oqadi. Pul yuqoriga oqadi dedi-ku. Meni deputatlar meni saylasin deb yoki boshqalar saylasin deb xalqqa bir qopdan un berishi mumkin. Pora bu. Pora bu. Yaxshi amali uchun, yaxshi ishlab o'zini ko'rsatgani uchun saylanmayapti u. Xalqning orasida birgab yurardi. Masalan, o'g'ri emas, qo'lga tushib qolgani o'g'ri. Xuddi shunday poraxo'r ham poraxo'r emas. Hammasi silda kiyinib, chiroyli kostyum shimlar, galstuklar taqib yurishadi. Lekin qo'lga tushib qolgani poraxo'r. Ishlayveradi, yuraveradi, bilaveradi. Hamma biladi buni, hamma ko'rib turadi. Hech kim buni buzgisi kelmaydi. Lekin elni ko'zi uchun esa poraxo'rlikka qarshi kurash haqida gapirib turiladi. Korrupsiyaga botganlar shu qadar katta amaldorlarki, yangi tuzilgan bu tuzilmani bironta vijdonli insonning kuchi yetmaydi. O'qituvchi 5 yil o'qiydi, 4 yil o'qiydi, institutlarda, universitetlarda diplomni oladi, lekin ish topilmaydi, Rusiyaga chiqib ketadi. Qora ish qiladi. Qora ish. Qurilishlarda ishlagani ham eng oq ish desak, haligi hovlisini supurishadi, hojatxonalargacha tozalashadi. Shunday qildi. Bizni 5 yil o'qigan insonlarimiz bor uning ichida. Biz aytdik-ku, mana masalan, pora olib kirildimi? Endi pora bergan odam ishga kirib oldimi? Hozirgi rahbari pora olganini biladimi? Demak, buni oldida uni tili qisiqmi? Tili qisiq, ertaga bu yozib beradi deydi. Demak, bu qing'irlik qilsa, u endi ko'z yuma boshlaydimi? Yoki bo'lmasa, uni bir ishini, seni mana bu ishlaring bor deb turib qo'qitib oladimi bu? Oldin maydaroq bir ishga qo'yilgan bo'lsa, endi tergovchilikka qo'ygin meni deyish uchun yana beradimi? Chunki oldin olganini biladi-ku. Ya'ni bu narsa bir zanjir. Tamom. Zanjirni boshida bir marta zanjir qilindimi, ulanib ketaveradi. Bu zanjirni kesib bo'lmaydi. Lekin kesishning yo'li bor. Endi mana mansablar sotilishi, endi nima deydi? Hokimiyatlar sotila boshlandi. Shu mustaqillik yillarimizda, 90-yillarda, masalan, bitta tuman hokimligi, buni men kitobda keltirganman, hozirgilar kulib yoradi. O'zim eshitganim 50 ming dollar edi. Tuman hokimi bo'lish uchun yuqoriga 50 ming dollar berish kerak. Yuqori endi tushunarli, balki viloyatdan aqi ketadi, oqadi. Pul yuqoriga oqadi dedi-ku. U yoqqa qayerga boradi bilmaymiz. Lekin birinchi oladigan qo'l, demak, o'zidan yuqorisi bo'ladi. O'zidan yuqorisi. Va ular o'zini hissasiga yuqorini ham hissasini qo'shgan holda qo'yilgan miqdor bu 50 ming. Bugun eshitganlar kulishi mumkin men ustimdan. Chunki 50 mingga hech narsa bermaydi deydi. 50 ming bilan tumanga hokim bo'ladigan bo'lsa, hozir kichkina bir savdogar ham 50 ming dollar emas, 100 ming, million dollari bor. Hazil tariqasida aytadigan bo'lsak, bir bolalarda o'sha shimma tagligi bor, u pampers deymiz biz. Shuni sotadiganlar million dollari bor hozir, kerak bo'lsa. U demak, 2-3 ta hokimiyatni sotib olishi mumkin. U 50 ming ishlasamas ekan kulishadi. Yo'q, shunday edi haqiqatda. Keyin oshib boraverdi. Keyin mana masalan, yana 18-yilda eshitganim 80 ming. 80 mingga buni oldin ham aytdim shekilli, suhbatlarimda ham aytdim shekilli, bir tumanda hokimligiga nomzod ko'rsatilgan nomzodga shuncha so'ralgan. U odam ham bilishimcha edi, qing'irlik yo'qmi, boshqami 80 ming puli bo'lmagan va buni ochiq o'rtoqlariga aytgan. O'rtoqlar esa pul yig'ib berishgan. O'sha pul yig'ib bergan o'rtoqlardan bittasi men Damasimni sotib o'rtog'im uchun berdim dedi. Shuni eshitganim uchun aytyapman men. Damasimni sotdim dedi. Endi qarang, o'rtoqlar nimaga pul yig'ib beryapti? Bu nega Damasini sotib sherigini beryapti? Nima bo'lsa ham hokim bo'lsin deyapti? Chunki hokim bo'lgandan keyin ular bundan foydalanib, bu hokimlar atrofida o'sha pul berganlar to'planadi. Ularga lavozim berishga yo bir yog'li joyga qo'yishga majbur bu o'rtoq. Va ular ham keyin pulini, Damasini sotib pulini bergan bo'lsa, Mercedes chiqarib olish kerak.
Gap shu yerda. Ko'rdingizmi, bu zanjir shunaqaki boshi bilan keti ko'rinmaydigan darajadagi zanjir. Qayerdan boshlanadi, qayerda tugayapti bilib bo'lmay qoladi. Zanjir bir-biriga ulanib ketavergandan keyin u ham oxiri kelib turib bu yog'iga ulanib qo'ysa, endi hammasi bir xil zanjir-ku. Bir-biriga ulangan zanjir bunday qarasangiz, qaysi biri boshi edi, qaysi biri oxiri edi bilib bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan. Aylanma halqa bo'lib qoldi bu. Pora beruvchi va pul yuqoriga qarab oqadi dedik-a. Buni ta'siri aylanib kelib turib, pora beruvchini o'ziga ham, o'zini hayotiga ta'sir qiladigan bo'ldi. O'zini hayotini og'irlashib ketayotganining sababidan bittasi bir kuni sen pora bergansan. Shunday bo'ldi. Shu ma'noda aytayapman. Masalan, zanjir ulandi bir-biriga. Bu aylanma bo'lib qoldi deganim shundan. O'zi aslida faqat u pora oddiy odamga berilmaydi-ku. Masalan, rahbar oddiy odamga berilmaydi. Beradigan joylari ham bor. Masalan, ba'zi joylarda hozir saylovlar bo'ladigan bo'lsa, meni deputatlar meni saylasin deb yoki boshqalar saylasin deb xalqqa bir qopdan un berishi mumkin. Pora bu. Pora bu. Yaxshi amali uchun, yaxshi ishlab o'zini ko'rsatgani uchun saylanmayapti u. Kimdir kalish berardi. Mana kalish, sovunlar yo'q qoldi. Kir yuvish sovunlari mustaqillik yillarida. Saylovchilarga kalish, sovun tarqatildi. Shuning uchun ovoz berildi. Bu ham porani bir turi. Uni shaxsiy fazilati uchun saylanmayapti. Endi kimdir kalish, kimdir sovun bergan bo'lsa, kimdir shakar, kimdir un berib, undan oshirib yuborgan bo'lsa, buni saylandi keyin. Mana shunaqangi. Bu hamma joyda ham bor edi. Boshqa joylarda ham, chet davlatlarda ham eshitamiz endi. Baribir oddiy odamning ko'nglini o'ziga moyil qilish uchun bir martalik bo'lsa ham mana shunaqangi yaxshilik qilib qo'yadi-da, keyin yil davomida yoki 5 yil davomida qiynalib yuraveradi bu oddiy xalq. Hech bo'lmasa bir marta qonun to'yadi-ku desa kerak-da. Bu endi mana o'zini hayotiga ta'sir qilyapti. Sen shu yo'l bilan saylovding, shu yo'l bilan tayinlovding, mana shu yo'l bilan hokimiyatga keldi. Mana endi oxir oqibatda nima bo'lyapti? Sen zulm ko'ryapsan, sen haqsizlik ko'ryapsan, sen adolatsizlikka uchraganingda haqqingni talab qila olmayapsan va agar sen tadbirkor bo'lsang, mol mulkingdan ayrilib qolgan bo'lsang, haqsiz ravishda ayrildim desang, bir joyga murojaat qilish uchun pora berishga majbur bo'lyapsan, ya'ni aylanib kelyapti. Pora berib sen tadbirkorlikka kiruvding, pora berib bankadan vaqtincha qarzga pul oluvding, imtiyozli pul oluvding yoki imtiyozni olish uchun yana ham pora beruvding va bu narsa aylanib kelib o'zingga yana kelyapti. Boshqasi pora berib ustun bo'lgandan keyin seni yeringda olib turib bunga olib berish hodisalari ham ko'p bo'ldi-yu. Buni bog'ini olib qo'yadi bundan turli bahonalar bilan boshqaga beradi. Bu necha yil harakat qilgan. Buni nima? Boshida seni o'zing qing'irlik bilan boshlagansan. Hamma haqida gap ketmayapti bu yerda. Umumlashtiryapsizlar, umumlashtirib yubordingiz degan ayb bo'lmasin. Biladi insonlar bu narsa hayotimizda borligini, o'sha bor bo'lgan jihati. Ayrimlar bo'lsa ham ko'p. Yomonlikni bittasi ham ko'p. Yaxshilik ko'p bo'lsa ham bilinmasligi mumkin. Ammo yomon o'zi xalqimizda bir gap bor-ku. Bitta tirraqi podani bulg'aydi. Bitta tirraqi qo'y yoki mol butun podani bulg'aydi. Xuddi shunday. Bu yerda bitta emas axir. Bu yerda 10% ham emas. Undan keyin yana yomon oqibati. Buni eng yomon oqibati. O'sha mana korrupsiyadan boshladik. Bu umuman korrupsiyalashishga olib keladi. Hamma bir-biridan tili qisiq, hamma bir-biriga o'tkazib qo'ygan joyi bor. Deyarli ayniqsa rahbarlar va ana shu tomondan qing'ir ishida davom etaveradi. Agar meni ishimni olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana bu ishlarni ochib tashlayman deydi. Biladi demak ishini, ochmaydi ama. Demak, hozir hamma o'ynayapti. O'yinga qo'yib qo'yilgan, o'ynaveradi. Bilib turibdi, ammo bilmaganga oladi. Ko'rib turibdi, ko'rmaganga oladi. Qo'lga tushib qolyapti orada. Bu Sovet davrida ham qo'lga tushib qolardi rahbarlar. Sovet davridagi qo'lga tushib qolishlari biz endi mana men Mushtum jurnalida ishlaganman. Mushtum jurnalida bu endi hajviy jurnal, tanqidiy jurnal u. Tanqid ba'zan rahbarlar feleton degan janr bor jurnalistikada. Feleton degani qattiq urib chiqadi, tanqid qilib chiqiladi. U kommunist bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ya'ni kommunistlikdan olingandan keyin uriladi. O'chiriladi partiyadan, undan keyin feleton qilishga buyruq keladi. Mana bu odamni feleton qilinadi. Hujjatlarni ham yuqoridan berishadi. Nimaga? U yuqoriga to'g'ri kelmay qolgani uchun, pora olgani uchun emas, pora bergani uchun emas. Pora olgani uchun, pora bergani uchun bo'lsa, o'sha pora bergan zahoti ushagin edi. Pora olgani uchun bo'lsa, pora olgan zahoti ushagin edi. Va kim qanchadan pora olyapti, odatda hamma bilib turadi. Lekin oshkor bo'lib qolish. Bu yerda
xalqning orasida bir gap yurardi. Masalan, o'g'ri emas, qo'lga tushib qolgani o'g'ri. Xuddi shunday poraxo'r ham poraxo'r emas. Hammasi silda kiyinib, chiroyli kostyum-shimlar, galstuklar taqib yurishadi. Lekin qo'lga tushib qolgani poraxo'r. Ya'ni qo'lga tushib qolganiga esa o'zi aybdor. O'sha kimgadir yoqmay qoldi, kim uni olinglar deydi, o'shani bahona qilib olishadi. Va kim uni yomonlab feliton qilish jurnalistlarga topshiriq berilardi. Va felitonlar bosilardi, qarshilatib, urib, u adolat tiklangandek go'yo. Porani jamiyatdagi qing'ir ishi juda ham yomon. Bu ko'rinmas loyiha. Hammani tomonga chaplab tashlasangiz masalan bitta chiroyli uyni, go'zal uyni bezatilgan, bitgandan keyin yo bo'yoqlar bilan, turli bo'yoqlar bilan yo bir loy chaplab tashlasangiz, qanday ko'rinsa, jamiyat shunday chiroyli bo'lishi kerak bo'lgan jamiyat, go'zal bo'lishi kerak bo'lgan mamlakat mana shunday ko'rinmas loyiha bilan yuziga chaplangan holda bo'ladi. Buni asorati bugunning o'zida emas. Kecha edi, kecha boshlangan edi, bugun asorati davom etyapti va ertaga kelajak avlod ham bundan qutulmaydi. Pora shunaqa narsa. Endi pora yo'li, mana biz men buni buyuk pora yo'li deb atagan edim kitobimda. Ya'ni buyuk ipak yo'lidan kelib chiqqan holda. Buyuk pora yo'li deb, buyuk pora yo'lini ta'riflaganmiz. Bu yo'l o'sha hozir ham aytdik, pastdan boshlanadi. Ozginadan boshlanadi. O'sha past nimaga yarasha? Ya'ni ehtiyojga yarasha. Ehtiyojlar kattalashgan sari kattalashaveradi. Bu kattalashgan sari kattalashaveradi. Va bu bir daryoga aylanadi. Irmoqlardan, tog'lardan, buloqlardan qo'shilib kelganda daryoga aylanadi. Daryo borib keyin oqadi, katta daryo bo'lib borib keyin dengizga quyiladi. Pora yo'li shu. Buyuk pora yo'li shunaqa. Xuddi shunday ozchilikdan, kichkinadan ehtiyojga qarab boshlanadi, keyin kattalashadi. Keyin u oqaveradi tepaga qarab. Porani bu daryoni o'rtasiga to'siq qo'yib bo'lmaydi. O'rtasiga to'siq qo'yib bo'lmaydi. Mana dengizga borib quyilgandan keyin shuncha katta sharqirab oqib kelgan soylardan qo'shilib hosil bo'lgan daryolar, ulkan kemalar ustida yurishi mumkin bo'lgan daryolar, suvni tasavvur qiling. Dengizga borib quyilganda ko'rinmay ketadi u. Yo'q, qumga singandek go'yoki. Endi suvga singadi u. Ya'ni shuncha ulkanlashgani bilan dengizga borib quyilgandan keyin ko'rinmay ketadi. Demak, oxirgi nimasi yuqorida bo'ladi. Shuning uchun bu oqim bor ekan, bu poraxo'rlik urchigan ekan jamiyatda. Bilingki, yuqorida illat bor. Pora oluvchi, mana masalan shunaqa bir gap bor-ku. Masalan, talab bor ekan, taklif bo'ladi deydi. Xuddi shunday. Qaysidir molga talab bo'lsa, shu mol olib kelinadi, shu taklif qilinadi. Hatto mana buzuqchiliklarda ham shunaqa deb oqlaydigan bo'lib qolishdi. Talab bor ekan, borda bu, masalan, fohishalikda aytishadi. Talab borligi uchun yo'q, bu oqlaydigan narsa emas. Mana masalan, poraga ham talab bor. Talab bor ekan, demak pora beruvchilar chiqadi. Pora bilan ishini bitiruvchilar chiqadi. Bu tizim qilib, go'yoki qonundan tashqari aytilmagan qonun yo'li bilan bir tizim ishlab chiqilgan deydi. Ishlayveradi, yuraveradi, bilaveradi. Hamma biladi buni, hamma ko'rib turadi. Hech kim buni buzgisi kelmaydi, lekin elni ko'zi uchun esa poraxo'rlikka qarshi kurash haqida gapirib turiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash. Endi korrupsiyaga qarshi kurashni nimadan boshlash kerak? Poraxo'rlikka qarshi kurashni nimadan boshlash kerak? Buni hali ishlab chiqilmagan. Bu shunchaki endi 20 ta odamdan iborat korrupsiyaga qarshi kurash nimasi bir tashkilotini tuzganingiz bilan hal bo'lmaydi bu ish. Chunki korrupsiya shu qadar botgan, lekin korrupsiyaga botganlar shu qadar katta amaldorlarki, yangi tuzilgan bu tuzilmani bironta vijdonli insonning kuchi yetmaydi. Va bu korrupsiyaga qarshi tuzilgan tashkilot korrupsiya botqog'iga botadi. Botishga majbur bo'ladi. Ichki ishlardan yoki prokuraturadan bilmayman endi yoki MXXdan tadbirkorga kelib, men korrupsiyadanman deb bunday hujjatni ko'rsatib tamagirlik qilganlar qanchadan qancha. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'limidanman ham demaydi. Men korrupsiyadanman desa, o'zi yuragi tizzasi titray boshlaydi. Do'konlar. Uni ham qing'irligi bor albatta. Tizzasi titray boshlaydi. Va bunga qarshi birdan bir yo'li og'zini yopish. Og'zini yopish yana shu pora bilan. Demak, korrupsiyaga qarshi
kurashish bo'limi bu yo'l bilan shaxsiy boylik orttiryapti. Ya'ni buni foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Xalqimizda bir gap bor, mana masalan, baliq boshidan sasiydi deydi. Lekin dumidan tozalanadi deydi. Bu qaysidir ma'noda o'sha baliqqa tegishli to'g'ri gap bu. Haqiqatda dumidan tozalanadi. To'g'ri gap bu. Ammo korrupsiyaga qarshi, poraxo'rlikka qarshi kurashda to'g'ri emas bu. Haqiqatda boshidan sasiydi va boshidan tuzatish kerak. Boshni tuzatish kerak. Ya'ni yuqorini poraxo'rlarni ildizidan quritishni choralarini o'ylab topish kerak. Bu bitta tuzilma tashkil qilish bilan bo'lmaydi. Bu jamiyat o'ylash kerak, fikrlash kerak. Bir to'xtamga kelish kerak. Nima qilsak bo'ladi? Turli tuman yo'llar aytilsin, fikrlar aytilsin. Mana birdan bir yo'li deymiz. Men masalan aytamanki, pora olmay qo'ysa, pora olmasa, pora beruvchi bo'lmaydi deyman. Lekin bu pora olmaydigan qilish uchun nima qilish kerak? Bu hali bu katta gap bu. Bu orzu bu. Pora olmay qolsa qaniydi? Ammo olinyapti. Pora olmay qo'ysa haqiqatda suv oqmaydi tepaga qarab. Pora oqmaydi. Buyuk pora yo'li to'xtaydi. Boshi berk ko'chaga kiradi. Yo'lda esa to'siq bo'lishi mumkin emas dedik. Agar olmay qo'ysa, bu yoqdan borib to'planavermaydi-ku. To'g'ondek olib ketishi mumkin dedik. U dengizga quyilmayapti. O'rta to'sib qo'yildi. Lekin bu orzu, o'shanga erishish uchun jamiyatni tarbiyalash kerak. Pora yomon ekan, porani yomonligi ruhida tarbiyalash kerak bolani. Halol harom degan masala chiqadi o'rtaga. Halol harom degan masala chiqadi. Halol haromni eng kuchli o'rtaga qo'ygan din bo'ladi. Mana men aytayapman, o'sha porani olmay qo'ysa bermaydi deyapman. Lekin boshqacha qarash ham bor. Masalan, pora bermay qo'ysa olmaydi degan. Yo'q. Baribir pora olmay qo'ysa bermaydisi kuchliroq. Chunki pora olmay qo'ysa deganimda nazarda tutilgan odam u mansabdor bo'ladi, amaldor bo'ladi u. Hech bo'lmasa o'sha rayon miqyosida, undan ham kichik miqyosda, bana bog'cha mudirasi yoki maktab direktori yoki sud, prokuratura, ichki ishlar yoki hokimiyat, ular amaldor bo'ladi. Ular hal qiluvchi insonlar. Hal qiluvchi insonlar qonun yo'li bilan o'z hal qilishga odatlanmaguncha pora yo'li bilan hal qilaman degan tushuncha bo'laveradi. Ya'ni berish bu ikkilamchi, birlamchisi oluvchini borligi. Endi Sovet davrida bir narsa qilindi. Bu ham pora oldi berdisida biroz o'zlarini kirdikorini xasposhlash uchun chiqarilgan qoida deb o'ylayman. Ya'ni pora oluvchi bilan beruvchiga birday jazo joriy qilindi. Oluvchiga va beruvchiga birday jazo joriy qilindi. Bu degani nima degani edi? Bu to'g'riga o'xshaydi. Masalan, beruvchi ham aybdor. Ammo uning darajasi juda past. Masalan, ishga kirish uchun pora bergan odam bilan bir jinoyat ishini yopish uchun pora bergan odamning farqi bor. Bir jinoyat ishi uchun meni endi shuni bekitib tashlagan, bittasini o'ldirib qo'ydi masalan. Endi u qamaladi-yu, otiladi deylik. Yo'q, shuni saqlab qolgan deb turib pora bergan odam, ishga kirmoqchi bo'lgan pora bergan odamdan ko'ra juda ham ashaddiy ravishda farqi bor. Ikkovini oluvchi bilan beruvchini jazosini bir xil qilib qo'yish, ikkalasi ham baravar jazolanadi deb qo'yish nimaga olib keladi? Pora so'ragan odam, hattoki bermoqchi emas edi, ammo so'raydi-ku. So'raydiganlar bor u. Ya bu ish deydi, buncha bilan bitmaydi deydi. Ya o'zidan o'zi bo'lmaydi, bu yuqoriga ketdi. Vahimali qilib ko'rsatadi. Rosa vahimali qilib ko'rsatadi-da, so'raydi. Shu so'raganda mana bu odam bermasligi mumkin edi. Mendan pora so'rayapti deb shikoyat qilishi mumkin edi. Lekin berdi. Endi ayta olmaydi. Nimaga? Jazosini bir xil. Endi demak u yashirindi endi. Bu jazoni orqasiga yashirindi pora oluvchi ham. Shu ma'noda masalan bu ish ochilib ketmasin degandek chiqarilganga o'xshaydi men nazarimda-da. To'g'risi, masalan, ikkovini jazosini bir xil qilib qo'yildi. Va bu narsa hozir ham davom etib kelyapti. Bu ko'p jinoyatlarda ochilmayotganiga bitta sabab. Ora-orada sezilayotgan bo'lsa, shikoyat qilganlar bo'ladi. Juda qattiq o'ziga ishonganlar mendan pora so'rayapti deydi va keyin hukumat bu shikoyat yuzasidan aralashadi. Bu DXX bo'ladimi, ichki ishlar bo'ladimi, o'sha pullarga ray berib qo'yib qanaqadir yo'llari bor, o'zlari biladi. Bu yo'llar bilan o'sha poraxo'rni ushlashyapti-yu. Mana masalan yaqinda hozir $90,000 bilan
qo'lga tushdi degan bir prokuror yoki bir hokim o'rinbosarlari ko'pincha negadir hokimlar emas, hokim o'rinbosarlari pora bilan qo'lga tushdi, qurilish bo'yicha o'rinbosar, falon bo'yicha o'rinbosarlar pora bilan qo'lga tushdi, xabarlarda o'qidik endi. Va shularni o'qib kelyapmiz. Undan kattalariga chiqqanimiz yo'q hali. O'shalarda nimadan chiqdi? O'sha shikoyat bilan bo'lgandir. Lekin hamma buni shikoyat qila olmaydi. Talab qilib turgandan keyin pora beriladi. Chunki ishini bitirish kerak. Bu ham o'zi tagi toza emas. Qing'ir baribir. Ertaga bu pora berilgan olgandan keyin nima qilishini gapirdik. Pora beruvchi bermay qo'ysa, pora oluvchilar to'xtaydi degan nima sal bo'shroq gap bu. Bir joylarda nima berishi mumkin, samara berishi mumkin. Ammo lekin asosiysi baliq boshdan sasiydi. Boshni tuzatish kerak. Agar yuqori tama qilmasa, yuqori talabni qonuniy yo'l bilan hal qilsa, poraga ehtiyoj qolmaydi. Umuman korrupsiya, poraxo'rlik urchibdimi, rivojlanibdimi? Bu jamiyatda qonun ishlamayapti degani. Tartib, qoidalar ishlamayapti degani. Masalan, men shunday borib qoidada, chunki qoidada men bugun tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsam, ariza beramanda nomimga yoki ishxona ochaman va tadbirkorlarga esa mana bunday imtiyozlar berilyapti va hatto katta ishni boshlamoqchi bo'lsam, shunday bankaga boraman, ariza topshiraman, menga qarz beradi va ishni boshlayveraman. Mana bu qonun. Lekin hayotda nima bo'lyapti? Ishni ochaman, mayli endi, porasiz. Ammo lekin bankaga borsam ham yoki boshqa qayerga bosh urib boradigan bo'lsam, to'siqlar bor. Katta to'siqlar bor. Imtiyozli kredit degan. Mana shu so'zni o'zi porani talab qilish. Ya'ni imtiyozliga ilinishga harakat qilaman men. Unga harakat qilish uchun borib turib meni ishimni, meni talabimni, taklifimni u moddaga qo'yib beradigan shaxsga men pora berishga majbur bo'laman. Va bu yo'l bilan qanaqa o'sha katta imtiyozli qarzlar olib yurganlar biladi buni. Mana shu narsani yo'lini kesish uchun demak qonun ishlash kerak birinchi. Qonunga rioya. Shunday bir narsaki, buni ko'p takrorladik. Xalq bilan davlat qonun oldida bir. Teng. Ya'ni qonunga ikkala tomoni ham bir xil rioya etish kerak. Burch bu. Qonunni chiqarganlar qonunni ustida emas, qonunni ostida ular ham. Davlatni boshliqlari, davlat esa qonunni himoyachisi, qonunni buzuvchisi emas. Qonunni himoyachisi bo'lgandan keyin demak bu ish bilan tepa shug'ullanadi, bosh shug'ullanadi. Va korrupsiyaga qarshi kurash deb e'lon qilib, korrupsiyaga qarshi kurashadigan tashkilot tuzishdan oldin buni mexanizmni ishlab chiqib o'sha yuqorida. Endi to'g'ri, qo'rqitish yo'li bilan ham ushlash mumkin. Masalan, o'lim hukmini otiladi desa, osiladi desa, pora bilan qo'lga tushgan osiladi desa, qo'rqqandan ham to'xtaydi insonlar. Bunday davlatlar bor. Masalan, hozirgi Xitoy davlatini rivojlanishini sabablaridan bittasi ayamasdan kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto kompartiyani mamlakat bo'yicha boshliqlaridan ikkinchi, uchinchi odamlari bo'ladigan bo'lsa ham, agar pora bilan qo'lga tushsa, otuvga hukm. Shu yo'l bilan tinchidi deyshadi. Yoki masalan, Singapurda yo'l usuli bor. Korrupsiya qanday qulatildi, ya'ni yoki kamaytirildi. Yoki Xitoyda usuli yoki boshqa nimalar bor. Ya'ni qo'rqitish usuli bilan ham yengsa bo'ladi, lekin jamiyatni tarbiyalash usuli eng yaxshi samara beradi deb o'ylayman. Jamiyatni bu qo'rqitish uslubi ham turish kerak. Qonun, albatta qonundan hayiqish kerak. Insonda chunki nafs bor, shayton bor. Yo'ldan urish ehtimoli hamisha bor. Eng yaxshi qonunlar ham insonlarni boshqara olmasligi mumkin. Mana men aytdimki, bizning dinimiz halol haromni qattiq chegaralab qo'ygan va jazosini ham tayinlab qo'ygan. Ammo musulmonobod bo'lgan zamonlarda bo'lmaganmi bu ishlar? Bo'lgan bu ishlar. Baribir inson nafsi bor ekan. Bo'lgan bu ishlar. Endi nomini o'sha zamonda ham mingboshiga pora berib ishini bitirgan bordir. Mingboshi borib turib qoziga pora berib ishini bitirganlar bor edi. Halol qozilar ham kam bo'lsa ham halol qozilar bo'lgan, lekin nafsiga berilgan qozilar ham bor. Demak, tarbiya bilan. Masalan, dinimizda qonundan qo'rqishdan ko'ra ko'proq Allohdan qo'rqish, oxiratdan qo'rqish, do'zaxga tushishdan qo'rqish, Allohning hisob kitobidan qo'rqish,
Chunki u yerda endi na pora o'tadi, na tanish bilish o'tadi, hech narsa o'tmaydi. Na ota o'tadi, na boshliq o'tadi. Hech kim shafoat qilmaydi. U yerda hech kim qutqarib qola olmaydi. Hamma o'zini ishiga o'zi javob berishga majbur bo'ladi va uni qilgan ishlari esa hammasi iqror qilinadi, ko'rsatiladi o'ziga. Ya'ni mana shunday jazoga, ya'ni do'zaxni ham tubiga loyiq bo'lib qolganiga o'zi iqror bo'ladi. Mana shu narsa singan insonlar hech qachon yomonlik qilmagan. Shu ruh singan insonlar. Ya'ni bu agar umumiyat bilan oladigan bo'lsak, jamiyatni tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. Va dinimizda, masjidlarimizda ko'proq bu narsa gapirilish kerak. Poraxo'rlar gapirilaverish kerak, mayli amaldorlarimizga gap tegib qoladi deb aytishmaydi ko'pincha. Yo'q. Gap tegib qoladi emas, jamiyatimizni qutqarishimiz kerak biz. Amaldorlarni mansabini qutqarmasligimiz kerak. Kelajagimizni qutqarishimiz kerak. Chunki biz undan mas'ulimiz. Ertaga nima qoldiramiz biz? Mana o'tgan iqtidorda bir chiroyli shior bor edi. Lekin u shior sifatidagina chiroyli edi. Bizdan obod, ozod vatan qolsin kelajak avlodga degan. Qanaqa vatan qoldigani ma'lum bo'ldi-ku keyin. Ozod, obod vatan qolmadi-yu. Mana bugun hozir yangi iqtidor necha marta aytdi buni. Qorong'i kunlarda yashadik yoki cho'kib qoluvdik iqtisodiy yoki jar yoqasiga kelib qoluvdik. Yoki masalan endi buni xo'p prezident aytishi shart emas, xalq ham ko'rib turibdi-ku. Xalqning bir bilmadim endi bir 20-25% mardikor bo'lib qoldi. O'qituvchi 5 yil o'qiydi, 4 yil o'qiydi, institutlarda, universitetlarda diplomni oladi, lekin ish topilmaydi, Rusiyaga chiqib ketadi. Qora ish qiladi. Qora ish. Qurilishlarda ishlagani ham eng oq ish desak, haligi hovlisini supurishadi, hojatxonalarigacha tozalashadi. Shunday qildi. Bizni 5 yil o'qigan insonlarimiz bor uning ichida. Tarix omonatdir deydilar. Omonat mas'uliyat demak. Oqni oq, qorani qora deya o'tmish voqealarni asl holida bayon etish demak. Milliy o'tmishimizni soxta tarixlardan tozalash, haqiqatni qaror toptirish demakdir. Afsuski, umuman Turkiston, xususan O'zbekistonning Amir Temurdan keyingi davr tarixi hanuz ro'y-rost va tartibli ravishda o'rganilmadi. Hatto eng yangi tariximiz ham davr siyosatining ohangiga moslashtirilgan. Bularni ham qo'ya turing. Mustaqillikning birinchi yarmini ham xolis siyosiy baholay olmadik hali. Ushbu yangi loyihada el suygan adib Nurulloh Muhammad Raufxon nuqtai nazaridan turib, ana shu kemtikni biroz to'ldirishga urindik. Bunda siz adibning bu kunlar asari asosida hali ham kechagi kunlarga aylana olmayotgan bu kunlar haqida o'tli mulohazalari, hozirda ayniqsa o'rni bilinayotgan milliy mafkura haqidagi teran mushohadalar bilan tanishasiz. Bu yerda bildirilayotgan fikrlar asr shohidining asl mulohazalaridir.